Adolat inson qadrini ulug'laydigan, uning huquq va erkinliklarini himoya qiladigan oliy qadriyat. Bu yuksak mas'uliyat, har bir ish ortida inson taqdiri, umidi va ishonchi mujassam. Adolat qarorlarda namoyon bo'ladi, lekin uning ortida tinmay mehnat qilayotgan insonlar bor. Kuchli sud tizimi bilim, halollik va inson qadriga asoslangan sog'lom mehnat muhitidan boshlanadi. Sudyalar va sud xodimlarining farovonligi adolatning mustahkam tayanchi, jamiyat ishonchining muhim asosidir. Mana shunday sharafli vazifani ado etayotgan barcha fidoyi insonlarga mustahkam sog'liq, oilaviy baxt va faoliyatlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. 25-iyul sudyalar va sud xodimlari farovonligi xalqaro kuni muborak bo'lsin. Sudda ishlash o'sha armiyadan keyin orzu qilganman. 1989-yilda Qibray tuman sudiga ishga kirdim. Sud majlis kotibi bo'lib, keyin sud ijrochi bo'lganman, katta ijrochisi. Toshkent viloyat adliya boshqarmasida ishlaganman. Bugungi kunda sud sohasida 23 yildan beri ishlab kelaman. Hozirgi kunda Toshkent viloyat fuqarolik ishlar bo'yicha sudining sudyasiman. Boshqa kasbga qaraganda sudya bo'lish juda murakkab va mas'ul kasbdir. Chunki har bir ish bo'yicha birovning taqdiri, huquqi va kelajagi turibdi. O'shaning uchun sudya adolatlik, har tomonlama obyektiv ko'rish kerak. Qonun doirasida fuqarolarga, yuridik shaxslarga yordam berish kerak. Adolatli qaror qabul qilish kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda Toshkent viloyati yangi sudi zamonaviy binosi qurilgan. Institutda futbol dalasi bor, fitness klubi bor. Barcha bino zamonaviy texnika bilan jihozlangan. Barcha sharoitlar yaxshi. Har bir sudya yoki sud xodimi o'zi ustidan ishlab turish kerak. Har doim qonunni yangilashadi, qonunni bilish kerak va bilimini o'sha o'z faoliyatida amalga oshirish kerak. Aytdim, sudya maslahatxonaga kirishdan oldin ish bilan to'liq o'rganish kerak. Har tomonlama qonuniy qaror qabul qilish kerak. Qonuniy va adolatli qaror qabul qilish kerak. Qaror qabul qilgandan keyin sudya o'qigandan keyin taraflarga nima uchun shu qarorga kelganligini taraflarga tushuntirish kerak. U ham bilish kerak, u noto'g'ri ish qilganligini yoki qonun buzilganligini u anglab olish kerak, что noto'g'ri qilganligini. Sudya shunaqa обязательно tushuntirish berish kerak. Tushuntirish bergandan keyin taraflar o'zi keyin tushunadi, kim haq, kim nohaqligini. Sudyaning kasbi og'ir, murakkabli va mas'uliyatli. Agar sudya ishlamayman desa yoki mana shunaqa qanaqadir shubha paydo bo'lsa, ishdan ketish kerak. Har kim sudya bo'la olmaydi. Hayotiy tajribaliga ega bo'lish kerak. Oldin o'sha 2000-yilda ishlaganimizda sudyalik paytda o'sha paytda kompyuterlar kam bo'lgan. Protokollar, sud majlis bayonomalar qo'ldan yozilgan. Unaqa texnika, zamonaviy texnika kam bo'lgan. Misol uchun hozir VKS video konferensiya aloqasi bor mavjud. Unaqa texnikalar bo'lmagan. Taraflarga ham juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. 25-iyul sudyalar va sud xodimlari farovonligi kuni deb e'lon qilingan. Shu munosabat bilan men o'sha hamkasblarni, sud xodimlarini samimiy tabriklayman.
men o'zi harbiy maktabni bitirganman. Birinchi marta shu huquq sohasiga qiziqishim shu maktab paytimda boshlangan. 8-sinfda edim, hech esimdan chiqmaydi. Birinchi marta huquq fani o'qituvchimiz Shahnoz opa degan o'qituvchim bo'lardi. Shular kirib dars o'tganlar, o'shanda meni shu huquq sohasiga bo'lgan muhabbat uyg'ongan menda. Keyinchalik shu qiziqishim sababli Toshkent davlat yuridik universitetini o'qib, yaxshi baholarga bitirdim. Shu sohada yana hayotimni, yo'limni davom ettirish maqsadida birinchi bo'lib o'sha Quychichi tumanlar iqtisodiy sudiga ishga qabul qilindim. O'qishdan keyin hozir viloyat sudida ishlayapman. Men o'sha bolaligimda qilgan orzuyimni ichida yashayapman. Aytishadi-ku, mana kim o'zi xohlagan ishni qilsa, u ishlamaydi, u ishidan zavq oladi. Xudoga shukr, men o'sha baxtga erishganman. Toshkent viloyat sudiga ishlayotganimga 2 yildan oshdi. 2024-yilda viloyat sudiga ishga qabul qilinganman. Endi oldin ish joylarimiz boshqa eski binoda edi. Endi baribir eski bino bo'lgani uchun o'ziga yarasha noqulayliklar bor, lekin yangi binoga ko'chganimizdan keyin qanday desam ekan, sharoitlar shunday darajada qo'yilganki, odam yana ham bir o'tirib ishlagisi kelaveradi-da. Masalan, o'tirgan kreslongizdan tortib, masalan, fuqaroni qabul qiladigan stullaringizgacha hamma narsa bo'lgan, odam charchoqni ham uncha sezmas ekan. Men rost shu narsani o'zimda his qildim. 25-iyul kuni BMT Bosh Assambleyasining tomonidan nishonlashi belgilangan xalqaro sudyalar va sud xodimlari farovonligi kuni. Shu munosabat bilan men shu sud sohasida tinim bilmay mehnat qilayotgan barcha ustozlarimni, sudyalar bayram bilan chin yurakdan tabriklamoqchiman. Odil sudni amalga oshirishdagi faoliyatlaringizga omad tilaymiz. Bizga ham, sud xodimlariga ham sizlarning yo'llaringizni bersin.